Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshi masala. Bugun 2024-yil 7-oyning 29-kuni dushanba kuni kech. Bu sonda men asosligi abonentlardan tushgan bir savol haqida, ya'ni pensiyaga aloqador bo'lgan 401K, 403B haqida to'xtalib o'taman. Bu masalaga kelishdan burun avval men xuddi 10-oyning boshlarida, oxirlarida, noyabrning boshlarida appak qarlar tabiatning yuzini so'yib o'tgandek yoki siypab o'tgandek men Amerikaning iqtisodi haqida azroq bir to'xtalib o'tay. Amerikaning Markaziy bankisi 2020-yilning boshlaridan tortib toki o'tgan yilning noyabrgacha bo'lgan araliqda o'simni 11 qitim o'stirdi dedik. Buningdan tub maqsad pul pahalligini tizginlash. Hala bu maqsadga yetdimi deganda yo'qdi. Odatda mal bahasining o'sishi o'tgan yili shu mazgilga qaragan vaqtda bu yil 2% atrofida o'ssa, buni muvofiq o'sish deymiz. Odatda baho o'sib turmasa bo'lmaydi. Baho o'sib turmasa, ishlab chiqaruvchilarga, sotuvchilarga nisbatan bir xil rag'bat bo'lmaydi. Shunga 2% atrofida mal bahasi o'ziniki ish mansa, chunki shu jarayonda kishilarning tafovutidimi, maoshdimi shunchalik o'zgarish bo'ladi. İşlab chiqaruvchilar yoki sotuvchilar yangi narsalarni ishlab chiqarmaydi yoki ko'p ishlab chiqarmaydi, bozorni ta'minlamaydi. Chunki ularga nisbatan bir xil haydakchilik qiladigan, foydali ish yoki orzusini qondiradigan bir kuch bo'lmaydi degan gap. Endi uningdan jiq bak o'sab ketib qolsa, mal bahasi bak o'sab ketib qolsa, u chaqda iste'molchilarga nisbatan jiq ziyonli qilgan gap. Chunki dollar o'zininki, ya'ni Amerikada boshqa dollar dedim. Qo'limizdagi pul o'zining setilish kuchini yo'qotsa, bu ya'ni azdan yo'qotsa esqiyg'ili bo'ladi. Buni odam xuddi yillarning o'tishiga ergishib, tuymayli qirib qolgandek. Agar bir odam biraqlam bir oyning ichida, 2 oyning ichida tuyuqsizlam yashinib qirib ketsa, chachlarini qaplab o'zi bak chiroyli qirib ketsa, unda bir ushtum tut yoki bir kasallik, bir benormallik bor deganga o'xshash. Agar iqtisodda, shu har qanday bir jamiyat, har qanday bir davlatda pul o'zining setilish kuchini biraqla, nihoyat tez shiddat bilan yo'qotib qo'ysa, bu bir cho'ng bir benormallikni ifodalaydi degan. Ammo 2% dan yo'qotib olsa, buni qabul qilg'ili bo'ladigan tabiiy ahvol deb tushunish bo'ladi iqtisodda. Ammo vabo bo'lgandan keyin, vabo yuz bergandan keyin Amerikaning iqtisodida pul pahallig'i 30-40 yilning ichida baxmagan darajada o'zining kuchini yo'qotib qo'ydi. Yana 9.1% ga chiqib ketdi. Pul pahallig'i shu darajada olib ketdi-da. Shu buni tizginlash uchun bu pul pahallig'ini, ya'ni oldin texmo nacharalib ketishni oldini olish uchun, buni tushirish uchun Markaziy bankka pul qarz olishninki bahosi bo'lgan o'simni oshirdi. Natijada buning roli bo'ldi. Bir tarafdan o'simni bakjiq oshirib o'tib qolsa, bu shaxslarningki, shirkatlarning qarz olish ishini qiyinlashtirib, iqtisodning intayin chekinib ketishini, shirkatlarning nurg'un odamlarni ishdan bo'shatishini keltirib chiqaradigan bir ish var. Lekin bu ish yuz bermadi. Amerikaning iqtisodi vabodan keyin tez butun dunyodagi mamlakatlarning ichida iqtisodiy jihatda o'rnidan dastur oldi. Ala Amerikada emgak bozori nihoyat yaxshi. Garchi xizmatlarga, bekorlik, bunaqalar idora jamiyatlarga odam olamiz deydigan e'lonlar burung'idek, oldingi yildagidek bas-basda bo'lmasmi, ammo har holda bor, ya'ni xizmat bor. Adamlarning kirimida, amaliy kirimida o'sish bor. Ham shuning bilan birlikda pul pahallig'ida tushish bor. Hozir 3.1% dan 4% ning ostida arada tavrinib turyapti. Ishsizlik nisbati 4% atrofida. Demak, makrolik iqtisodiy ko'rsatkichlar Amerikaning iqtisodiga nisbatan sog'lomligini ko'rsatyapti. Ammo Markaziy bankka texi yiliq maqsadga yetgani yo'q. Ya'ni pul pahallig'ini 2% ga target rate deymiz, nishonliq nisbat deymiz. Uningga texi yetgani yo'q. Shunday ahvol ostida
Markaziy bankka yana pulni 2% tushiraman desa, agar yana o'simni o'stiradigan ish bo'lsa, bu chog'da ishsizlikni keltirib chiqaradi deb andish qiladi. Çünkü bu yerda bir xil tampon nuqtani tepish kerak. Yani bir tarafdan pul pahalılığını tushagil bo'ladigan, yana bir tarafdan ishsizlikni oshirmaydigan. Agar jamiyatda ishsizlikqa xizmat izlayman deydigan odamlar jig'olab ketib, ish bo'lmay qolib qolsa, o nurg'un oqibatlarni elib keladi. Onun ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy ta'nlari bor. Shuning uchun bu yerda tampon nuqtani nihoyat avaylab elib menishning o'zi bir idrak, qat'iylik, aql talab qiladi. Umuman aytgan vaqtda. Va undan boshqa omillar bo'lishi mumkin. Biz onu damalıqqa küzdemeyiz. Lekin, mesela, xalqarалық munosabatlardagi yaxshilish yoki nacharlashish ma'lum jihatda, masalan, supply shock deb qo'ysak, masalan, ta'minlash jihatda ba'zi narsalarniki, tovarlarniki ta'minlash jihatdagi yaxshilanish yoki tasodifiy yaxshilanish yoki tasodifiy nacharlash deydigan shunday omillar. Şuna Merkezi Banka hazır hem de bu bütün payçık kapital bazarım şunun qarab etmez. Merkezi Banka'nın ösümünü östürüş östemezliği. 2024 yılı ösümünü kesidi östemeydi demez. Kesidi bir 3 qatim kesidi degan toq hazır 7 ay ötep oldu, kesmedi. Hem de 7. ayının 31. günü bular bir yığının xulasını çıkardı. Merkezi Banka FOMC dep qo'yamiz. Federal Open Market Committee dep qo'yamiz. Mana bular ösümünü kesmeslik haqida qaror chiqardi. Bunun nisbatan analizchilar bular shu kapital bozoridagi analizchilar har xil qiyoslarni qilishida, ehtimollik berishida bularga kesish mumkin, kesmaslik mumkin. Kesib qolsa, mablag'imizda manda qilishimiz kerak, kesmay qolib qolsa manda qilishimiz kerak deydigan gap. Shunga pul muomala bozorida ozroq egizpaslik bo'ldi. Mana shundaq bir qiyos tüpeyledin. Yani bir yerde bir xil arzu qilgan bir ish bo'ladi, amaliy ish bo'ladi. Shunga qarab turib, amaliy ishni qanday bo'lajagini hech kim bilmaydi. Faqat faraz va ehtimollik bilan muomala qilgan gap odamlar. Ya'ni bularning kapital bozoridagi mush ishlar bilan aloqador kishilar, ham ba'zi mablag'chilik bilan shug'ullangan shaxslar ham. Biroq hozirgi şu makroluk ko'rsatkichlardan qaragan vaqtda emgak bozorining ahvolida nacharlashish yo'q. Aksicha shu yaz fasllarida aholining iste'molida ozroq ish bor, 0.13%. Iste'molda ish bor degan gap bularning qo'lida pul bor degan gap. Shundan o'xshashqa 7. ayning 31 kuni Amerikaning Markaziy bankasi yana o'simni kesmasligi mumkin. Yani bir parazlardan qaragan vaqtda 9. ayning 18. kuniki yig'inda kesish mumkin deydi. Yani 6 hafta var degan gap, 6-7 hafta var. Hazırdan başlap 9. ayning 18. kuni kelishgacha. Anqacha bu iqtisodiy faoliyatlar doim o'zgarib turdi. Va xuddi anglashlarga qaragan vaqtda yer doim tavrab turamish. Uning darajasi shundoq to'van. Har kunigidek bo'lamish, biz uni tuymaymiz degan. Ama ma'lum bir darajaga yetgan vaqtda, masalan 3 bal, 4 bal bo'lgan chaqda, yer silkingan vaqtda odamlar uni his qilamiz to'g'ri. Undan 6-7% bo'lib u binolarni, daraxtlarni o'rgan vaqtda, lekin voy bu yer tavrash deb ko'chigan bilan ama odatda yer to'xtamay silkinib turamiz, uning biz odatda his qilmaydi ekanmiz-da, normal sharoitda biz uni his qilmaydi ekanmiz. Xo'sh, shunga o'xshash iqtisodiy faoliyatdagi ahvollarmi doim shunday silkinib, tavrinib turdi. Buning ba'zilari adadin ziyoda bir xil ahvolni paydo qilgan vaqtda, masalan 2008-2009 yil, 2007-2008-2009 yil yuz bergan pul muomala krizini keltirib chiqargan iqtisodiy krizis va 1929 yilda Amerikada yuz bergan iqtisodiy buhron. Mana shunda bir davlatning ichida yoki butun dunyoga uning bilan aloqador bo'lgan boshqa mamlakatlarga ta'sir ko'rsatgan darajada iqtisodiy ahvol yomonlashish bo'lmasa, odatdagi sharoitda kishilarning hayoti normal o'tilgan gap. Shunga 9. ayning
7 ayının 31 günü üstünde kesmezlik mümkün. 9 ayının 18 günü bir qitim kesiş mümkün deydigan parazlar bolup Şuna muş kunlarda payçiga bazarda yani azraq davalgış boluş mümkün. Kapital bazarı yani. Cümleden payçiga bazarı ve şıpırlıq pul bazarda davalgışlar, özgürüşler daim bolup turdan gap. Şu fürsətni tutalığalla bək aç bolup ketmegenler pul tapadigan gap. Bək aç bolup ketkenler ziyan tatılgan gap. Bu pul muamele bazarında emas hem kişilik münasebette devletler oturusiki münasebette mi? Şundaq. Xoş. Endi ben pensiya pulu haqqında bir gap qilib o'tay. Odatda har qanday davlatlarda shundaq bir o'zining aholilarini muayyan bir iqtisodiy kapolatga ega qiladigan bir tuzumlar bo'ladi. Amerikada social security deydigan bir narsa bor, tuzum bor. Yani ijtimoiy sug'urta tuzumi deb qo'yamiz bu. Buning asli kelib chiqish tarixi 1929 yılı yüz berib 39 yılgacha davomlashgan iqtisodiy bo'hronga taqishdi. Shu chaqda onundan burun yani Birinci Dünya Urushi mezgilgacha kishilar biladi, Angliya dunyoda kun patmas imperiya deb ta'riflanib, dunyoninki shu siyosiy, iqtisodiy ve harbiy sohasida ustunlikni egallagan. Birinchi dunyo urushidan keyin o'zining kuchini yo'qotib, kuch Amerika tarafga o'tkazganda, shundan Amerika sanoatli ishnoati tiz bo'lib, nurg'un zavodlar ishga tushib, yo'llar yasilib, binolar silinib degandek kishilarning xizmat tepishi, qulaylashib, iqtisodiy turmushda yaxshi bo'lish bo'lgandan keyin bular pul muomala sohasiga qiziqib, yana shu New York payçika bazarından paylarını elib. Çünkü bir şirketin payçikini aldınız degan gap, payini aldınız degan gap. O çağda kişilerin oyda telefonu yok, hazır oylap yakınlar, o bir asır burun kışlar. Şu şirket nispeten muayyen idarəsiniz boldu degan gap. Şirketninki faaliyetli, ticaretleri yaxşı olsa, o şirket sizge, siz qolunuzda pay bo'lganligi uchun. Ben kitabımda birinci kitabımda bu haqda sözledim. Adetik pay ve evzel pay deb. Bu ularni tushundirdim. Mesela siz adetik payni olgan bo'lsangizmi, shu payni olganligingiz uchun shirkatga nisbatan muayyan haqqingiz va shirkat o'zininki foydasini ozroq sizga bo'ladi degan gap. Undan sirt shirkatning ishlari yaxshi bo'lsa, qo'lingizda tutayotgan shu shirkatning payining bahasi o'sadi degan gap. Shuna bu yerda ikki jihatdan pul tepib tursangiz bor. Şu bir qism adamlar şuna pul tapqandan keyin, çünkü şu 20-nji yillarda nurg'un adamlarningki xizmat va maash va bir qism adamlar paychiga mablag' silib pul tapqandan keyin boshqa adamlarning ko'z qizirib, "Voy, bunda qilib pul tapsak bo'ldi ekan" deb o'zininki qo'lidagi puldan paychiga ilib qolmasdan, paychiga setilib qolmasdan yana bular kichik banklarga berib qazilib paychiga o'ynagan gap. Neticede iqtisodiy bo'hron yuz bergan vaqtda mana bu paychiklar uchib ketdi. Payçıklar uçup gitti degan gap, beliq adamlarning qo'lidagi yuqoriroq bahada olgan paylar bir nimga arzimas bo'lib qoldi degan gap. Ular yana banklarga o'zining qarzini yandirishi kerak degan gap. Shuning bilan shu vaqtda 20 ishlayotgan odamlarning ichida har 4 odamning ichida birisi xizmatini yo'qotib qo'yib, anadan keyin bu odamlar shundoq açılanışlıqda qalğan adamlar bək jiq şu vaqtdagi ahvolni aks ettiradigan, ijtimoiyatni aks ettiradigan asarlarmi bor, suratlarmi bor, elam tepiladi. Har chiroyli kiyingan adamlar shunday qilib bekallik tomoqni New Yorkning ko'chalarida shunday bekallik tomoqni kutib turgan gapda shu holiga uchib qolgan gap. Shu vaqtda bir qism yashanurun o'zini o'tirib olgan adamlar, ajrashni siftashib ketgan, o'zini o'tirib olgan adamlar borliqqa sana oshgan. Hem şunun bilan birlikda bir qism odamlar shu iqtisodiy bo'hron bo'lgan vaqtda bir qism odamlar o'zini o'tirib olib, anikin xonvayron bo'lib ketishdan sirt yana yosh cho'roq bir qism odamlar baxorlanib qolgan gap. Anadan keyin Maşu ijtimoiy sug'urta degan narsa borligiga gap to'xta. Odamlar yashagan vaqtda hamga iqtidordan qoladigan gap. Kasallik chirmaydi aniq. Odamning hayotidagi eng asl chaqlar yoshlik.
Şunaqa yosh chaqda odamning sati bo'lmaydi. O'g'illar, navqiron, burkutdak, qizlar, sahib jamol, shundoq qizilguldak, shundoq bo'ladigan gap. Ya'ni yosh chaqda odamning sati yo'q. Ammo xerg'andiklar jismoniy jihatdan, iqtisodiy jihatda agar nim bo'lib ketib qolsa, nacharolab ketib qolsa, jismoniy jihatdan ojizlik, zaiflikdan sirt iqtisodiy jihatdagi kasallik chirmab olgan bular qo'shilib odamni texmo xorozorlikqa duchor qilgan gapda. Shuni ko'rgandan keyin Amerika hukumati qo'pib to'g'ri biz bir yashanganlarga andan keyin igichaqsi yo'q. Masalan, yo'l shu chaqda ayollarning emgak qatnash nisbatan bek to'van. Andan keyin yetim bolalar chiqib ketgandan keyin bularga nisbatan bir ijtimoiy bexatarlik sistemasi to'g'ri barpo qilmasak bo'lmaydi ekanda. Social security system, ijtimoiy sug'urta tizimi shu chaqda borliq ekan gap. Undan keyin ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerikaning iqtisodiy, Keynesizm, makrolik iqtisodninki prinsiplarini qo'ldan tushirib, hukumat iqtisodga aralashib yurib, andan keyin urushdan yongandan keyin, ikkinchi dunyo urushidan keyin, Koreya urushidan qaytib kelgan askarlar GI Bill deydigan bir nimani barliq keltirib, ularga askarlikdan yonganlarga uy berishda, uy ilishda tüven qaz berish, andan keyin ularning oliy maktabda o'qish pulini ko'tarish degandek mush jihatda siyosatni yaxshi qilib bergandan keyin Amerika iqtisodi yana bir yaxshi bir gulnish vaziyati borliq kelgan gapda 50-60 yillarda. Shu vaqtda shirkatlar andan keyin odamlarga har qaysi shirkatlar odamlarga pensiya puli berishni shirkatlar pensiyaga pensiyaga chiqsang, masalan, biz pensiya pul beramiz deydigan narsani barliq kelgan. Biroq bu ish 70-yillarga qancha davomlashamay qolgan gap. Shuning bilan mana 201K, 203B degan narsalar o'tirib chiqqan gap. Demak, bu 201K degan gap 78-yildan boshlab barliq kelgan Amerikaningki budget internal revenue service deymiz. Shaxsiylar, tijoratchilar, shirkatlar hukumatga boj topshirmizmi? Kirim bejini tijorat topshirgan gap. Bular shu 201K shu Amerikaningki budjetlarsiniki shu bir nizomnomisdagi deyilgan bir narsa. Ya'ni odamlar ishlash bir shirkatlarga ishlasa, shirkatlar ularning pensiya puliga pensiyalik uchun muayyan nisbatda pul qo'shib berdi. Agar siz bir shirkatga ishlagan bo'lsangiz, maoshingiz boj to'lashdan burun maoshingizning bir qismini yashaganda ishlatish uchun ayirsangiz, biz uning hozir boj olmaymiz. Shirkatmi shunga qarab boj shunga qarab turib, shu sizning qo'ygan pulingizga qarab turib, ma'lum % pulni berdi degan narsani boshqa emas. Shu bu yerda 201K degan narsa Mo'shunda xususiy shirkatlarningki ishlaydigan, xususiy shirkat ishlaydigan xizmatchilarningki pensiyaligi. Bu yana bu to'g'risida yana bir hikoyani deb beraman, chunki 2 kunning ichida New York vaqtiga esida shu pensiyaga chiqqanlar va shu pensiya puli haqida bir ikki maqola o'qidim, bir-biriga munosabatli bo'lganlar uchun. 203B degancha desa, hukm shu ommaviy organlar, ya'ni shtatlik oliy maktablar va shtatlik institutlar va non-profit organizationlar va masalan doktorxonalar. Bular tax exempt deydi. Bular boj to'lamaydi. Ularningki qildig'ini foydalish uchun mulozimat qilmaydi bular. Muarib, sog'lomlik degan bular jamiyatningki farovonligi uchun. The benefit of society deb qo'yamiz. Jamiyatning farovonligi uchun xizmat qilganligi uchun ularning tub mulozimat maqsadi hargizmi foydali ishni ko'zlamaydi. Shuna bo'lganligi uchun bularningki ashad ishlaydigan odamlarning, shu idoralarda ishlaydigan odamlarningki pensiyalik puli qo'ygan bir turini 203B deydi. 201K shirkatlar uchun. 203B maxsus ommaviy o'rinlarda ishlaydigan xizmatchilarning pensiyaligi uchun deb tushunsak bo'ladi. Andan keyin bularning ichidan bo'lindi bular. 201K ning ichida an'anaviy 201K bor, andan keyin Roth 201K bor. Ya'ni
An'anaviy 401k degan nima desam, siz maoshingizdan tutib qoladi. Har qatimliq paychekingizdan, har qatimliq maoshingizdan tabiiy idorangiz tutib qoladi. Uni shu mablag'chilik shirkatiga masalan foydaltiga yo'llab berdi. Siz bu vaqtning o'zida uni pul to'lamaysiz, boj to'lamaysiz degan gap. $100,000 maaş alsanız, onun 20%'ni bir yılda koysanız, hazır mesela 23.500 koya alaysınız da, siz 80.000 koyunu asas kılıp durup, $80,000 asas kılıp durup, siz baş töleysiniz degan gap. Şuna bunun paydası nima deganda, hazırның özünde baş төлемейсіз pulunuzga. Biz pensiya pulunuzga pul koysanız $20,000'ni, hazır koysanız $80,000'ni asas kılıp durup hazır baş төлейсіз. Ama $20,000'ni hazır siz 30 yaşlı bolsanız, 35 yıl koysanız, yılda $20,000'ni koyup bağsanız, bu palanç pul neçe milyon pullap ketadi. Otur hesap bilen şu 30 yıl jarayonida, yani 65 yaşlı pensiya, 67 yaşlı pensiyaga chiqsangiz, otur hesap bilen paycheka bozorining sizga kelib kelgan payda 8% bo'lsa, shu $20,000 pul $3-4 milyon oldu. Siz pensiyaga chiqqan vaqtda degan gap. Bayliq mana mushtaq chiqindi. Eliqi men Morgan Housel'ning kitobining asas mazmuni deb bildim-ku. Psychology of Money degan kitob. Pulning psixologiyasi degan kitob. Shuningda The Powerful Impact of Compounding deydi yani. Jug'lanma. Jug'lanmaning alomat ta'siri, ajoyib ta'siri deymiz. Sizning pulingizdan hozir qo'ygan pulingiz 30 necha yil jarayonida Excel yoki spreadsheet yoki yuqori darajali hisoblashni qiladig'ini hisoblash mashinasida tepib chiqa olasiz. O'tir hisobdan 8 yildan qaytib kelsa, 20 qo'shsangiz 35 yilda, 37 yilda bu pul alomat jiq pul bo'ldi degan. Hozir lekin masala nima edi? Hammadan 30 yoshli odam $20,000 shu keyingi kunda pulimni qo'ysin deb qo'ya olamdi degan vaqtda noto'g'ri. Nimishqa? Chunki u o'yam sunmaydi. O balasining xarajati uchun o'ylashmi sunmaydi, ya'ni balasining maktabda o'qish uchun 529 degan pul qo'yib sunmaydi degan gap. Ammo kam deganda shu New York vaqti gazetida, New York vaqti gazetida o'qigan maqolaga opirmaman. Kam deganda bundaq bir necha ishni qilish va qilmaslik kerak. Bu New York vaqti gazetining 27-chi, shu ayning 27-chi kundagi gazetda chiqqan maqolaning qisqacha mazmuni. Birinchisi, pensiya puli qo'yishga sal qaramang deydi. Hozir oliy maktabga chiqqanimizda 23 yoshda xizmatga chiqqan bo'lsangiz, hozirning o'zidan boshlabla pensiya pulingizga pul qo'ying. Kechiktirmang deydi. Ya'ni xususiy shirkat ishlasangiz, shirkatingiz kam deganda, birinchisi kechiktirmang, dal vaqtida boshlang. Ikkinchisi, shirkat qancha %ki match qilsa, shundan to'liq foydalaning deydi. Masalan, shirkat qo'yib, dastlabki $1 $1 verme, 3%'ça maaşınızdan 3%'ça. Keyinki 1%, $1'ınızga 50 sent bermen dese, aşınıdan paylanan. Yani 6%'ça match qilib bersa, siz $100,000 xizmatchi bo'lsangiz, $60,000 qo'ysangiz kam deganda $400,000 idorangiz berdi. Agar siz mush pulni qo'ymasangiz, mush pensiya pulini qo'ymasangiz, av berdigan idorangiz $400,000 bermaydi demakchi. Lekin yaqindan bu yoqqa ahvollar nima desa, ba'zi odamlar buni sal qaraganligi uchun shirkatlar qanaqa qilgan gap desa, shirkatlar avtomatik holda biroz ishlab ma'lum vaqtdan keyin, 3 oydan keyin, 6 oydan keyin, 1 yildan keyin shuni maoshining mancha %, 3%, 4% avtomatik berayotgan gap. Odamni uqmasmi? Burundamiz. Burun bizda pensiya puliga manchalik pul qo'ysang, biz manchalikni beramiz. Qo'yamiz, qo'ymamiz sening ishing. Leave it or take it. Ya qo'yib qo'y, ya al. Ashunday ekan to'q. Ya'ni unaqa nurg'un odamlar yana sal qaragan gapda, deb. Chunki odamlar ko'z oldidagi narsaga bakavas qil. Ko'z oldidagi narsa bilan qaraydi, at bilan kari yo'q degan gap ba'zi odamlar. Shunga bunda bo'lganlikdan voluntary qilmay, hozir ba'zi shirkatlar avtomatik shunday qo'shib beradigan bo'lgan gap. Lekin shunday bo'lsa-mu, yana ba'zi odamlar bundan foydalanishni bilmayotgan gap. Shunga o maqolada deyilgan birinchi mazmun nima desa, xizmat chiqishingiz bilan mayli 3% bo'lsin-mi pulingizning pensiya pulingizga hozir boj to'lamagandan keyin qo'ying deydi. Bundan maqsad nima desa, birinchisi yil oxiri to'laydigan yillik kirimingizni boshlaydigan vaqtda siz to'laydigan boj nisbatingiz biroz tuvan bo'ldi. Ikkinchisi idora beradigan puldan
Quruq qalmaysiz, onun ne bo'lsa. Üçüncüsü siz pensiya puli qo'ygan bu pulingizni 401k yoki 403b qo'ygan pulingizni ma'lum bir kredit kartıngizni jiqroq, inoat kartingizni jiqroq ishlatib qazib qolsangiz, mening o'zimning puligim men ba'ni ilib ishlatsam bo'ldi-ku deb uning qo'lingizni uzsam, men uzlashadi tursin deydi. Çünkü siz o pulingizni baj to'lashdan burun to'ladingiz emasmi? Disposable emasda, disposable income emasda, darhol xarjlanadigan pul emasda. Sizning maoshingiz $100,000 degan bilan siz $100,000 qo'lingizga tegmaydi. Har xil bajlarni tutib qilib, qo'lingizdagini disposable xarjlanadigan ekan bo'ladi. Ammo siz shu baj tutib qolmay turib, siz pensiya pulingizga pul qo'ygandan keyin navbat 5 kun gap qolsa, masalan, ishdan chiqib ketib qolsangiz, xizmatdan qilib qolsangiz yoki uy olaman deb qolsangiz, bankadan qarzlanmay qolsangiz, shu pensiya pulini ishlatman desangiz, buni to'laydigan jarimani bor. Bunday ishni amal va qilmang. O chaqda sizningki do'moltayotgan qoringiz erib ketib qoladi, pomzakka aylanmaydi, qarbovoy yasamaysiz degan o'xshash bir gap. Shuni anglag'uchilar bo'pmi? Amerikadagi qarindoshlar bunga ayda diqqat qilsa, shuning bilan birlikda sanoatlashgan iqtisodiy yaxshi davlatlardagi, Yevropa davlatlaridagi, Yaponiyadagi, Koreyadagi yoki Kanadadagi qarindoshlar cho'qim shu davlatlarning o'zgarishli pensiya planlari bor. Masalan, Yaponda bor, men so'rab bildim, o'qib bilmadim, so'rab bildim, bor deydi Yaponda yashayotgan qarindoshlarimiz. Kanadadami? Kanadaning pension plan bor. CPC deydi, Kanada pension plan. Pension plan. Ananikin Yevropadami shu? Yevropada pensiya pul tuzumi eng yaxshi davlat qaysi ekan desa, birinchisi Gollandiya ekan. Ikkinchisi Iceland. Uchinchisi Daniya. Shunday ekanda, o Yevropadagi davlatlarning ichida. Umuman aytgan vaqtda odamlar yashagan vaqtda, albatta ishlayotgan chig'ida ularning maoshining bir qismini majburiy holda qo'ydirdi ekan, pensiya puliga pul qo'y deb. Ammo yashagan vaqtda ularga yaxshi pensiya pul berdi ekan. Bularning ichida Yevropa davlatlarining ichida eng yaxshisi Gollandiya ekan. Andan keyin yana bir ish, yana bo'layotgan ish, yaqindan buyon barliq kelayotgan ish. Men bugun bir maqolani o'qib, bir xil odamlar askosim ajab askol degan deb. 76 yoshlik bir buvayni asli advokat ekan bu buvay. Qonun xizmat ishlagan odam bo'lgandan sezgir bo'lish kerak, balkim yoshning ta'siri bo'lsa kerak. Bu odamni shu nimalar aldab ketib qopti. Shu to'g'ri aldamchilari $740,000 pulni ilib olibdi. Qanday ilib olibdi desa, bu odam o'ziningki bir $800,000 puli bor ekan, pensiya puli 401k dedi. Bir kuni bu odam pulim qanchalik o'sdiki deb to'g'ri chiqibdi. Qarasa, sen kiramabdi nimasiga, kompyuterga. Kiramagandan keyin bir xat chiqibdi. Sening hisobotingda aldamchilik yuz berdi. Darhol bizlar aloqa qilgan deb. Qarindoshlar New York vaqtiga sizning bu yangi sonini o'qib bu ish, buni o'qiysizlar, ishchini bir ochiqlab qoldi. Shundan buni 3 odam matrikoshan qilib bu odamni. Biz markaziy hukumatning tekshiruvchilari, ofitserlar biz sening pulingni hisobotingni haqlar $10,000 ishlatib, Xitoyning bir yerda qalayimqan narsa ish qildi deb seni balog'a chatdi. Sen o'zing aqlni sog'maydi deganda qilib. Shundan bu odam mening hech qanday bir pulimni yo'tkimagandim bu desa, bu odamningki ba'zi bir bank hisobotlarini depagandan keyin bu odam ishinibdi. Ishinib shuning bilan qanday qilmasa sen shundaq seninki hisobotingga bosib kirgan jinoyatchilar guruhini tutmoqchi. Biz Amerikaning markaziy hukumatning qonun sistemasining baj idorasining odamlari biz deb 3 odam aralashib bu odamni aldab ballarımı degizmey, o adamның pulunu elib, onun altını ağızıp, kripto, şipirlik pulu ağızıp, yütkep, oğurlap getipti $740,000 pulunu. Bu adamın bu mesela xususiy məbləğçilik məsləhətçiligini bir adam bakın, onda qımma bu aldamçılıqçısı işenmey. Bir yerde 3 adam aldı etkenge bu adamını. Yani bu hükümetin məxfi planı hiç kimə deməysən də bu adam 76 yaş çağda müşədən aldab getgan gibi. Yani 2023 yılının özündə Amerikada
qancha million bir yerga yozib qo'ygandim men. 13,5 milyard dollar pulni tordagi aldamchilar aldab ketgan. Demak, bu nimani tushuntirdi desa, o'sha mushkullarda tasodifiy telefon nima qilsak, yo kompyuterimiz bilan uchirib kelsa, yoki bo'lmasa bir bank hisobimizni ko'ramiz desak, ko'ramisak, biroz bizlar aloqa qildisa, hargiz aloqa qilsa, demak, hozir bu yaşı 60'dan aşağı adamlarni aldaydigan. Çünkü bu adamlar texnikaga, ba'zi ishlarni nisbatan hozirgi yoshlarga nisbatan keyinga qolgan gap. Masalan, hozirgi biz yoshlarga nisbatan bizroq keyinda, masalan, texnika nurg'un ishlardan men balamdan yordam so'rayman-da. Hozirgi yosh bola texnika deyman. Ammo bu yosh cho'ngroq odamlar bular osonlashib ketib qoladi ekanda. Shunday oldi o'tgan ishlar yuz berib o'tibdi. Muşunum dep qo'yay dedim. Bu adamning shu pensiya puliga, shu yiqqan puli bor ekan, 840 ming dollardek. Ashuna 740 mingni aldab ketibdi. Oxiri bu adamga oltinni ag'izibdi. Yani bankdan yutganmay ular. Oltinni mayada tutdi. Oltinni biz maxfiyat nima qilamiz maqi deb. Bu nayt hikoyaga o'xshash kinodagidek balkim kino ishlash mumkin bu to'g'risi. Kitoblar yozilishi mumkin. Nurg'un nimalar chiqib ketibdi. İnkaslar çıkıp ketibdi. Demek bu nimani tushuntirdi desa, shu hozirgi zamonda to'g'ri, shu hozir sun'iy aql deydigan narsa chiqdi, odamlarning ovozini, o'buni kirishtirib qilib, odamlarni qo'ydigan, yaxshini yomonni botir qildigan shunday narsalar bo'lib ketadi, razilliklar bo'lib ketadi. Buning nisbatan hukumatlar asosida tadbir qo'llangan gap. Qanday tadbir qo'llanadi degan vaqtda dastlab qo'yib o'tdi emasmi? Endi bunga tadbir qilgan gap. Sen manda qilsang, manda jazoga uchraysan deb. Hozir mush buvayni aldab 76 yoshli buvayni aldab ketgan odamlar nari ekan desa, Hindistonda ekan bularning nimasida. Demak, bular Hindistondagi bir aldamchilik shirkati Amerikadagi shu aksent yo'q odamlarni oldigan gapda. Bir xalqaro shayk bo'lib ketgan gapda, jinoyat guruhi bo'lib ketgan gap. Hozir bularning keyiniga qonun tarmoqlari tushgan gap, ammo pullarni yondirib ketishning ehtimolligi yo'q deydi. Lekin banka bir qismini azroq berdiga o'xshaydi xabardan qaramoqdim. Ichim bir xil ochiq bo'lib qoldi. Bir odam tirishib, cho'ng umid bilan qiysin, oxirida bu odamni shunday qo'ysin. Shuna ishimizga puxtulayli. Tapaylı, tirishayli, qo'yayli, tatqizib qo'ymayli, saqlayli. Yani her kim o'zi topganini, o'zining nisbasini, o'zi halol nisbasini, o'zi yegilik nisb qilsin Xudoyim. Bo'ldi, mush ishlik so'zlab beray hozircha. Rahmat.